Hammaga salom, Yekaterinburgdan bir kunlik vlog. Ertalabdan yuvinib chiqib, kiyimlarimni alishtirib oldim. Shunaqa tezda joylarimni to'g'rilab, sochlarimni yig'ib, zavtrакка tayyorlandim. Zavtrak otelimiz 2-etajda edi. Shunaqa shvedskiy stoldan o'zimga shu narsalarni oldim. Zavtrakdan chiqib, ozgina o'zimga qarab, shunaqa yaxshilab ro'mollarimni o'rab, paltolarimni kiyib oldim. Ko'chaga sovuq bo'lsa kerak deb o'ylovdim. Bir mahal ko'chaga xursand bo'lib chiqdim. Qarasam, yomg'ir qor aralash yog'vordi. Shunaqa asal joy topib oldik. Qushlar qo'rqmas ekan. Bizani shunaqa serkifga olib borishdi, vaqtma qilmanglar. Biz prosta ichini ko'rib, aylanib ko'rdik. Va обратно гостиницаga qaytib, tezda raqs kiyimlarini dazmollashga o'tdim. Da o'rtoqlar, biz Yekaterinburgga Expoga kelganmiz. Da bilmaganlar uchun men professional raqqosaman. Shu vaqtda aksir bordi, menimcha boya sovqatganimdan bo'lsa kerak va tezda konsertga tayyorlanib, makiyajlarimni qilishga o'tdim. Makiyajimni to'liq ko'rsatmadim. Qizlar, agar sizlarga qiziq bo'lsa, makiyaj to'liq ko'rsating deb yozsanglar, polniy videosini chiqaraman. Bu kunlik makiyaj emas, bu sahna uchun qilinadigan makiyaj. Va sochlarimni o'rib oldim va tezda razyalkaga ham yetib keldim. Sahnaga chiqishdan oldin hamma narsalarimizni tayyorlab qo'yamiz, chunki 3 minut, 4 minutda kiyinishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun har ehtimolga qarshi oldindan tayyorlanib olamiz. Tadbirni o'tkazib bo'lganimizdan keyin biz bilan har xil millat vakillari rasmga tushdi va intervyu olishdi. Ikkinchi kunim esa bundan ham qiziq bo'ldi. Balandlikdan butun Yekaterinburgni ko'rish nasib qildi. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, ikkinchi qismini chiqaring deb yozib keting.